Assalomu alaykum Malibu muxlislari. Navbatdagi videomiz yana sizlar uchun. Mana Malibuning tozasi. Bozor ko'rmagani. Ancha yillar bo'lgan bo'lsa ham haligacha o'z muxlislari bor. Haligacha ko'pchilik juda ham qiziqadi. Juda ko'pchilik so'rashadi. Kanalga obuna bo'lmaganlar kanalga obuna bo'linglar. Bundan keyin yana zo'r videolarimiz birin-ketin chiqishda davom etadi. Juda ham akkuratni minilgan ekan mana shu Malibu. Hamma narsa joy-joyida turibdi. Gap yo'q. Mana Malibuning zo'ri. Ko'pchilik Malibu'ni ko'p rasvot qiladi deydi. Trassada 6 ta benzin yedi o'rtoqlar. Chunki eco rejimda ishlaydi motori. Yana kimlardir Gentra bilan Cobalt'ga solishtiryapti. 2023 Gentra Cobalt'ga dam beradi mana shu mashina. Hamma tomonlama dam beradi. Ot bilan eshakni taqqoslagandek gapda, bu ot bo'ladi, ot. Haligacha sindiradi Gentra Cobalt. Mana salonlari sigaret ham chakilmagan ekan. Luklari mana. Kondisionerlar ishlar ekan. Kondisioner zo'r ekan, hozir ishlatib ko'rdik. 4-pakalina metan. 110 talik balon qo'yilgan ekan. 110 talik ekan o'rtoqlar metani. Bu degani zo'r yuradi degani. Trassada kam rasvot qiladi. Menimcha 400 yursa kerak shu. 400. Yurgani 154 ming. Kraskasi top-toza ekan. 4-pakalina metan, balonlar yaxshi ekan holat. Vosin diskalar, xo'p, motorini bir ko'rsak. Hamma narsa zo'r turibdi, qaranglar. Haqiqatan ham Malibu juda ham baquvvat ishlangan. Kimlardir aytadi, Malibu olgandan ko'ra Inamarka olgan yaxshi deydimi? O'tgan safar qo'ygan videomning ostida, "Abi Malibu Inamarka bo'lmaydi, nima bu? O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan-ku." Juda ham baquvvat ishlangan, yo'llari hamma narsasi joyida. Xarajati yo'q mashina. Hozir gulishtirini ham ko'ramiz. Mana ichlari top-toza turibdi o'rtoqlar. Top-toza. Mana. Top-toza. Eshitmay qoldik, tushunmay qoldik deydiganlar uchun ma'lumotlarni yana bir bor takrorlab o'taman. Yili 2012 ga 13. Kraskasi toza. Rangi kul rang yozilgan, bilmadim, mokri asfaltga ham o'xshab ketadi rangi. Faralari mana. Hamma narsalari yaxshi ishlab turibdi. Vosin diskalar qo'yilgan, 4-pakalina metan, kondisionerlari ishlaydi. Motor ochilmagan, hadovoylar o'ziniki. Kamchilik yo'q mashina, mana tayyor. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Ma'lumotlarni videoning ostiga yozib qoldiraman. Faqat naqdga sotilar ekan. Bozor ko'rmagan Malibu mana. Ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.